Assalomu alaykum hurmatli tizim foydalanuvchilari. Bugun sizlar bilan o'rta maxsus va kasbiy ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlariga lavozim va malaka toifalarini berish axborot tizimi pedagog.edu.uz saytida ariza topshirish jarayonini ko'rib chiqamiz. Buning uchun dastavval biz saytga kirib, saytdagi ariza topshirish tugmasini bosamiz. OneID orqali o'zimizning shaxsiy login parollarimizni terib, kirish tugmasini bosamiz va bizda ariza yuborish tugmasi faollashadi. Bu ariza yuborish tugmasini biz bosgan paytimizda ommaviy oferta talablarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi barcha ommaviy oferta talablarini o'qib, tanishib chiqilgandan so'ng esa tanishib chiqdim tugmasi bosiladi va keyingi tugma bosiladi. Bu yerda bizda birinchi arizachining shaxsiy ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda shaxsiy ma'lumotlarda barcha ma'lumotlar keltirilgan hamda telefon raqami va elektron pochtasini qo'lda o'zgartirish mumkin bo'ladi. Agarda elektron pochtangiz mavjud bo'lmasa, bu yerga o'zingizning elektron pochtangizni kiritishingiz talab etiladi. Elektron pochta kiritilgandan keyin esa lavozim tanlanadi. Bu yerda siz qaysi arizani lavozim bo'yicha topshirayotgan bo'lsangiz, o'sha ixtiyoriy bittasini tanlaysiz. Biz hozir o'qituvchi lavozimini tanlab ariza topshiramiz. Va biz lavozimni tanlaymiz hamda tasdiqlash va davom etish tugmasini bosamiz. Keyingi qadamimizda esa biz diplom ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin. Ikki xil xorijiy va O'zbekiston diplom ma'lumotlari. Xorijiy diplom ma'lumotlarida ta'lim turi tanlanadi va boshqa barcha jarayonlar qo'lda ruchnoy yoziladi va yakunda diplom va nostrifikatsiya faylini PDF formatda yuklashingiz talab etiladi. O'zbekiston diplom ma'lumotlarida esa diplom.edu.uz sayti orqali avtomatik ravishda keladi. Kim ma'lumotlari kelmasa, aynan o'sha saytga murojaat qilib diplom ma'lumotlarini kiritish kerak bo'ladi. Va shu bilan birgalikda sizda bir nechta diplom ma'lumotlari mavjud bo'ladigan bo'lsa, o'ng tarafdagi o'zgartirish tugmasini bosish orqali diplom ma'lumotlaringizda ixtiyoriy bittasini saqlab, ariza topshirish jarayonida davom etishingiz mumkin bo'ladi. Malaka oshirish sertifikat ma'lumotlarida bu yerda avtomatik ravishda tizimga MyLitsey.uz va MyMoqit.uz saytlari orqali integratsiya qilinishi orqali keladi. Agarda sizning ma'lumotlaringiz mavjud bo'lmasa, tekshirish orqali tekshiring yoki bo'lmasa MyLitsey.uz va MyMoqit.uz saytining texnik qo'llab-quvvatlash bo'limiga murojaat qilishingiz so'raladi. Keyingisi esa amaldagi malaka toifa ma'lumotlari kimda mavjud bo'lsa, o'sha ma'lumotlar bu yerda avtomatik keladi. Yo'q bo'ladigan bo'lsa, qidirish orqali seriya va raqam bilan qidirib ma'lumotlaringizni olib kelsangiz bo'ladi. Va bizda so'ngida ish joy ma'lumotlari, bu har bir pedagog kadrning bugungi kundagi asosiy ish o'rni qaysi ta'lim tashkilotida bo'lsa, o'sha yer ko'rinadi. Tasdiqlash va davom etish tugmasini bosamiz va bizda ariza yuborish bo'limiga o'tamiz. Bu yerda amaldagi toifa, da'vogarlik qiluvchi toifamizni ko'rishimiz mumkin hamda attestatsiya turlarini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu yerda 3 xil attestatsiyadan o'tish turi mavjud. Bular o'sha to'g'ridan to'g'ri, majburiy va navbatdan tashqari. Navbatdan tashqari attestatsiya turida biz to'lov talab etiladi. To'lov esa bazaviy hisoblash miqdori bo'yicha hisoblanadi. Qolgan to'g'ridan to'g'ri va majburiy attestatsiya turlarida to'lov talab qilinmaydi. Biz hozir majburiyni tanlab ariza topshiramiz va bu yerda o'zimizga tegishli kasbni tanlab olamiz. Tegishli kasb tanlangandan keyin unga mos fan blok tanlanadi hamda attestatsiyadan topshiradigan fanimizni tanlab olamiz. Va bu yerda o'sha attestatsiyadan o'tadigan tilimizni ham tanlashimiz talab etiladi. Bu yerda SMS yuboriladigan telefon raqamingizni kiritishingiz kerak bo'ladi va yana bir yangilik, oldinlari faqatgina til bilish darajasi sertifikati tan olingan bo'lsa, endilikda umumta'lim fanlari bo'yicha fanlardan olgan sertifikatlaringiz ham sizga ariza topshirish jarayonida kiritishingiz mumkin bo'ladi va bu imtihon jarayonida sizga imtiyoz turini taklif etadi. Bu yerga o'sha sertifikat olganligingizni tasdiqlovchi hujjatingizni faylini yuklaysiz.
hamda keyingi etapda o'sha pedagogik mahorat va psixologik tayyorgarlik bo'yicha olgan ballingizni kiritasiz. Ballingizni kiritganingizdan keyin unga tegishli bo'lgan faylini ham yuklashingiz talab etiladi. Va yakunda sizni ariza ma'lumotlaringiz bo'yicha diplom ma'lumotingiz boshqa va ariza topshirish faningiz boshqa bo'lsa, qayta tayyorlash guvohnomasini mana shu joyga PDF formatda yuklashingiz talab etiladi. Agar mavjud bo'lmasa shart emas va so'ngida tasdiqlash va davom ettirish tugmasini bosamiz va bizda bu yerda dastlabki bosqichdan boshlab barcha ma'lumotlarimiz keltirib o'tilgan hamda bevosita mana shu o'ng tarafda ko'rib turgan tahrirlash tugmasi orqali qaysi ma'lumotlaringiz xato bo'lsa tahrirlashingiz mumkin bo'ladi. Barcha ma'lumotlaringiz to'g'riligiga ishonch hosil qilganingizdan so'ng ariza yuborish tugmasini bosib ariza yuborishingiz mumkin bo'ladi. Mana arizamiz ketdi. Endilikda ariza holatini esa aynan o'sha arizani ichiga kirib o'ng tarafda mana ariza statuslari bo'yicha tekshirib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Barcha jarayonlar mana shu joyda amalga oshiriladi.